Navbatdagi mavzuyimizda qavslarni ochish qoidasini o'rganamiz. Demak, mana bitta misolimizni yozib olaylik. Mana shu misolda qavsimizni ochib yozib berishimiz kerak. Birinchi navbatda qoida bor. Qoidani esingizdan chiqarmang. Mana shu berilgan ifodalarda agar qavs oldida minus ishorasi bo'lsa, mana bizda mana bu yerda qavsning oldida minus turibdi. Mana shunaqa minusli ishora tursa, qavsning ichidagi qarama-qarshisiga o'zgaradi. Ya'ni minus turgan bo'lsa, plyus bo'lib qoladi. Bo'ldi, mana shundoq. Yoki mana asosiysi, agar qavs oldida plyus ishorasi bo'lsa, qavs ichidagi o'zgarmaydi. Masalan, mana bu misolimiz hammasini yozib oldik. Mana bu yerda hozir ishladik. Demak, bunga ko'ra bizning javobimiz x kelib chiqadi. Mana buni qarang. Qavsning oldida plyus ishorasi bo'lsa, qavs ichidagi o'zgarmaydi. Demak, biz qavsimiz ichida minus turgani uchun bu esa o'zgarmasdan minus y holicha yoziladi. Demak, bundan chiqdi bizning javobimiz x minus y degan javobimiz to'g'ri bo'ladi. Qoidaga e'tibor bering. Mana misolni ishlashimiz kerak. Buning uchun mana navbatdagi misolimizda mana misolimizga e'tibor bering. Bu yerda mana shu misolni o'zini yozib olamiz. Qoida o'sha. Agar qavsni oldida minus ishorasi bo'lsa, qavsni ichidagilar qarama-qarshisiga o'zgaradi. Demak, buni hisobga olib mana a ni yozamiz, minus bo'ldi. Mana bu m ni oldida plyus turgani uchun bu qarama-qarshisiga o'zgaradi. Mana minus m bo'ldi va mana bunga ta'sir qildi. Bu plyus n bo'ladi. Keyin esa mana bu ifodamiz manga ta'sir qiladi. Bu esa plyus b bo'ladi. Bo'ldi, mana shu ifoda qavs ochilgan hisoblanadi. Ya'ni qavs oldida minus bo'lsa, ichidagilar qarama-qarshisiga o'zgarishi kerak. Navbatdagi ifodamizda mana shuni soddalashtirishimiz kerak. Birinchi navbatda misolni berilishini yozib olamiz. E'tibor bering, qavsning oldida minus turibdi. Qoidaga ko'ra, qavsning oldida minus bo'lsa, qavs ichidagi ifoda qarama-qarshisiga o'zgarishi kerak. Ya'ni minus a plyus 3. E'tibor bering, mana minusida bu ta'sir qilgani uchun plyusga o'zgaryapti. Yana sizga tushunarliroq bo'lishi uchun men rangli qilib ko'rsatyapman. Mana minus bu yerdagi ifodalarga ta'sir qilib, mana shunday ko'rinishda bo'lyapti. Xullas, mana minusimiz bu plyus bo'lyapti. Endi yana ifodamiz davom etadi. E'tibor bering, soddalashtirish joyiga keldik. 5 bilan 3 ni soddalashtirsak bo'ladi. Bu esa 8 ni beradi. Demak, javobimiz 8 minus a degan javobga ega bo'lamiz. Yana qaytaraman. Son bilan son, harf bilan harf soddalashish kerak. A ga sherik bo'lmagani uchun o'z holicha o'tyapti. 5 ga 3 qo'shsak esa 8 bo'lyapti. Yana bitta shunaqa misollardan bittasini ko'ramiz. Mana misol berilishini yozib oldik. E'tibor bering, qavs oldida plyus ishorasi turibdi. Demak, qavsning ichidagi ifoda o'zgarmaydi. Mana bunday ko'rinishda yozib olamiz. Va endi mana shu yerda qavs oldidagi ifodamiz mana plyus bo'lgani uchun qavs ichidagi mana o'zgarmadi hech narsasi. Endi ixchamlaymiz. X lar bilan x larni ixchamlasa bo'ladi. Demak, bu 3x ni beradi. Bizda mana 3x bo'ldi. Mana bunga sherik yo'q. Bu esa plyus 0.5 bo'ladi. E'tibor bering, bu yerda mana misol javobi, mana bu x larimiz ixchamlangani uchun 3x bo'ldi. Bu yerda esa a larimiz emas, sonlarimiz ixchamlangani uchun 8 bo'ldi. Demak, shunisi bilan e'tiborli bo'ldi. Navbatdagi savolimizni boshlaymiz. Demak, mana shu ifodani soddalashtiring debdi. Mana misolni berilishini yozib olamiz. Mana buni oldida plyus ishora bo'lgani uchun qavsni ichiga ta'sir qilganda o'zgarmaydi. Ya'ni mana plyus x minus 1 bo'ldi. Mana buni ham oldida plyus bo'lgani uchun mana bu qavsimiz ham o'zgarmaydi. Endi qavslarni ochib oldik. X bilan x ni ixchamlaymiz. Mana e'tibor bering, bu yerda harflarimiz demak minus 6,5 ko'rinishda bo'ladi. Chunki bu yerda 1 bor, bu yerda esa minus 7,5 bor. Kattasidan kichigini ayirib, kattasini ishorasini qo'yganmiz va mana buni e'tibor bering. Minus 1 plyus 12 ekan. Demak, buni hisoblasam 11 kelib chiqadi. Xullas, nima demoqchimanki, mana shu berilgan ifodamizda minus 6,5 plyus 11 degan mana shu javobimiz to'g'ri hisoblanadi. Xo'sh, endi keyingi vaziyatlarni ko'ramiz. Navbatdagi ifodamizda demak, misolimiz berilishi mana bu berilgan, soddalashtirib bo'lib, mana bu ifodani qo'yishimiz kerak x ning o'rniga. Demak, misolimiz berilishini yozib olamiz. E'tibor bering, mana bu yerda plyus turibdi. Demak, mana bu qavsimizni ochadigan bo'lsak, ichidagi o'zgarmaydi. Ya'ni 5x minus 1 bo'ldi. Mana bu
ifodamiz oldida minus turgani uchun qavsni ochganimizda bular esa o'zgaradi. Ya'ni +8 ga o'zgaradi. Endi bu bilan buni x bo'lgani uchun ixchamlab olamiz. Bu esa 13x bo'lar ekan. Demak yozdik. Tak, endi mana bu ikkalasini ixchamlasam -3 bo'ladi. Demak -3 bo'ldi. Bizda mana bu x berilgan, mana 0,175 ga teng. Buni olib kelib qo'yyapmiz. Mana o'sha qo'yganimiz. Yana qaytaraman. X ning o'rniga berilgan son bor. 0,175 mana shuni olib kelib qo'yganmiz. Orasida hech narsa yo'q bo'lsa ko'paytirish bor degan. Mana bundoq qilib yozib olamiz. -3imiz esa o'z holicha. Keyin esa 13 ni 0,175 ga ko'paytiramiz. Keyin esa -3 qilamiz. Buni esa ixchamlaymiz. Buni ixchamlaydigan bo'lsak 6,175 chiqadi. Demak, mana shu yerda yaxshilab tushunib olaylik. 6,175 misolning javobi hisoblanadi. Navbatdagi mavzuyimiz ko'p xatni bir xatga ko'paytirish haqida gaplashamiz. Demak, mana bitta misol. Mana bu ko'p xat hisoblanadi. Oldidagi ifodamiz esa bir xat hisoblanadi. Demak, shularni ko'paytirishimiz kerak ekan. Mana misolni berilishini yozib olib, mana bu oldidagi sonni bitta bunga va bitta bunga ko'paytiramiz. Demak, mana shu to'rimizni bitta 6 ga, bitta 3 ga ko'paytiramiz. Mana sizga ajratib ham ko'rsatyapmiz. Siz lekin misolda bundoq qilib ko'paytirish qilib yozmang. Birdaniga ko'paytirib, demak 4 kari 6 24, 4 kari 3 12n deb mana shu ko'rinishida yozishingiz kerak. Yana qaytaraman. Mana bu oldidagi sonni bunga ko'paytirib chiqishingiz kerak. Birdaniga javobini mana bundoq qilib yozasiz. Bu ko'paytiruv qilib yozmang. Sizga tushuntirish uchun yozildi bu. Keling yana bir misol ko'ramiz. Demak, mana bundoq shaklda buni 6 minusi bor va bitta bunga ko'paytiramiz, bitta bunga ko'paytiramiz. Demak, -2 ni 5 ga ko'paytirsam -10 bo'lyapti. E'tibor bering, mana bu minus, buni 6 hech narsa yo'q bo'lsa plus degan. Shuning uchun -10 kelib chiqyapti. Va shunday, demak, buni bunga ko'paytirishda mana bu minus bilan mana minus, demak plus bo'lib ketishiga e'tibor bering. Xullas, bizning javobimiz mana bundoq ko'rinishda keladi. -10 plus 14x ekan. Navbatdagi misolimizda demak, kasrlisini ko'paytirish, ya'ni qavs ochish ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda misol berilishini yozib olamiz. Mana misolimiz berilishi. Mana shu berilgan ifodani bitta bunga va bitta bunga ko'paytirish qilib yozib olamiz. Mana e'tibor bering, bu birinchisiga. Mana shu yerda e'tibor bering, plus qo'yganimga mana minus bunga ta'sir qilyapti va mana bu yerdani plus qilyapmiz. Mana shu yerga e'tibor berasiz. Endi sizga tushunarliroq bo'lishi uchun mana rangli qilib qisqartirib ko'rsatib yozyapman. Bu yerda 3 bilan 3 ketar ekan. Mana shu 3 dan 2 ni bitta bunga va bitta bunga, demak, ko'paytirish qilib yozganim mana bu bo'ldi. Qisqaradigan bor ekan. Demak, 3 bilan 3 qisqarib ketsa -2 ni qoladi. Demak, birinchi ifodamiz -2 ni. Bu yerda qisqaradigan yo'q. 4 2 ga ko'paytirib qo'yamiz. Shunda 8 taqsim, demak 3m bo'lyapti. Xullas, g'oyasi o'sha qavsni oldigini bitta bunga ko'paytiramiz. Bu yerda 3 lar qisqarib ketib -2 ni chiqdi. Buni esa bunga ko'paytirganimiz qisqarmagani uchun 4 2 ko'paytirib 8 bo'ldi. Mana minusimiz oldiga ta'sir qilib, demak bizda plus bo'lgan ifodaga keldi. Demak, misolimiz javobi shu ekan. Navbatdagi mavzuyimiz, demak, mana shunaqa ifodalarni soddalashtirishimiz kerak ekan. Avvalgi misollarda bittalisini o'rgandik. Mana shuni o'zini o'rgandik. Demak, shuni hisobga oladigan bo'lsak, hozirgi ifodamizda, demak, birinchi qavs ochib chiqib olishimiz kerak. 3 ni 6 ga ko'paytiramiz. Bu yerda 18, 3 ni 5 ga ko'paytirganimiz uchun, demak, 15 bo'lyapti. 17 bilan 10 esa o'z holicha yoziladi. Va endi ixchamlashni boshlaymiz. Mana bu x bilan mana bu x ni va keyin esa 18 bilan esa mana 18 bilan 10 ni. 18 bilan 10 ni ixchamlasak, 10 dan, demak 18 dan 8 ayiramiz. Bu yerda 10 javob chiqdi. Demak 18 dan 10 ni ayiradigan bo'lsa 8 javobimiz kelib chiqyapti. Harflarimizda -15, e'tibor bering, plus 17 bu degan plus 2x kelib chiqadi. Shuning uchun mana bu plus qo'yganmiz. Xullas, mana shunaqa ifodalarda qavs ochib olamiz avval. Keyin qavs ochganimizdan keyin x bilan x larni ixchamlab, son bilan esa sonlarni ixchamlab olamiz. Mana shu ifodamiz, mana uzun ifodamiz soddalashtiring degancha sodda shakliga keldi. Demak, mana shunaqa qilib ishlashimiz kerak ekan.
Demak, navbatdagi misolimiz bizda p berilibdi. Mana shu ifodani son qiymatini topishimiz kerak ekan. Birinchi navbatda mana bu ifodani yozib olib, 0,6 dan qavsni ochib olamiz. Ya'ni mana 0,6 demak p minus 3 turuvdi berilishida. O'shani bitta bunga ko'paytiryapti 0,6 p. Keyin bunga ko'paytirsa esa mana 1,8 bo'lyapti. Xullas buni bunga ko'paytirganim mana bu bo'ldi. Bu yoqda qavs bo'lmagani uchun o'z holicha yozamiz. Ya'ni mana bundoq shaklda. Endi mana shu yerda bitta asosiy narsani e'tibordan chetda qoldirmaylik. P bilan p ni ixchamlanyapti. Ya'ni bu nima degani mana. Bu plus 0,6 bu yerda plus 1 turibdi. Ikkalasini hisoblaydigan bo'lsa 1,6 p kelib chiqyapti. Tak. Endi keyingisida esa mana bu bilan mana bu qayerdan kelyapti? Mana bu ikkalasidan kelib chiqyapti. Keling, mana shu yerda berilgan p ni mana shu yerga qo'yishimiz haqida gaplashaylik. Ya'ni 1,6 ni ko'paytiramiz 0,5 ga, keyin plus 0,2 bo'ladi. Yana qaytaraman, mana bu soddalashtirgan ifodamizga mana buni olib kelib qo'yyapmiz. Nechi son berilsa, mana qo'yilayotgan joyi. Sizga tushunarli bo'lishi uchun rangli qilib ajratamiz. Xullas men nima demoqchimanki, mana shuni avval hisoblab olasiz. Bu 8 kelib chiqadi. 0,8 va plus 0,2 o'zi bor. Endi ikkalasini hisoblasak, demak 1 bo'ladi. Mana shu ifodamizni demak son qiymati mana bunga teng ekan. Demak javobimiz 1 ekan. Navbatdagi ifodamizda mana shu ifodani soddalashtirishimiz kerak ekan. Xo'sh, birinchi navbatda misol berilishini yozib olaylik. Oldidagi sonni bitta bunga va bitta bunga ko'paytirib qavs ochamiz. Demak, buni bunga ko'paytiramiz 12. Buni bunga ko'paytirsak esa 18 bo'ladi. Mana harflari bilan birga yozasiz. Buni bunga ko'paytirsa 18 n bo'lyapti. Xuddi shuningdek buni ochamiz. Buni qavsning oldida minus bor, e'tibor bering. Ochganingizda mana bunga va mana bu yerlarga ta'sir qiladi. Xullas, mana bu ikkalasini ochganimda 9 t bo'lyapti. Buni esa bunga ochganimda plus 6 n bo'lyapti. Endi ixchamlashimiz kerak. E'tibor bering, mana yashil rangda ko'rsatyapmiz. T bilan t ni ixchamlaymiz. Demak, t bilan t ni hisoblaganimiz javobini yozamiz. Chunki bu yerda plus 12 minus 9 bo'lyapti. 3 t bo'ladi. Endi esa n larni hisoblaymiz. Mana minus 18 demak plus 6 hisoblasa minus 12 chiqadi. Demak, mana o'rtasidagi ishora ana shundan qo'yiladi. Mana minus 12 bo'lgani uchun minuslisi bilan qo'yiladi. Mana shu yerga e'tibor berib o'rganar ekanmiz.